Hozirgi Turkiya hududlari, ya'ni Anatoliyani turkiylar uchun ochgan Malazgirt muhorabasi tarixiga yuzlansak, Malazgirt muhorabasida tomonlar noteng edi. Otamiz Alparslan qo'lida 50 mingdan oshiq, Bizantiyada esa 200 mingdan oshiq askar bor edi. Bu vaziyatda Alparslan shunday taktika qo'llaydi. Bizantiya qo'shiniga qarshi dastlab turklarning mashhur otliq kamonchilari hujumga o'tadilar. Ular Bizantiya qo'shiniga uzoqdan o'q uzib, chekina boshlar va yana orqaga qaytib o'q uzib, yana chekinishar edi. Turkman otliqlari esa Bizantiya qo'shiniga shiddat bilan hujum uyushtirishar edi. Bir necha soatdan so'ng turklar chekina boshlashadi. Bu paytda jang maydonining ikki yonidagi tepaliklar ortida Saljuqiy qo'shinining bir qismi pistirmada edi. Chekinayotgan qo'shinni ko'rib, Rim qo'shini jangning oxiri kelganini sezib, umumiy hujumga o'tadi va turklarni quvib ketishadi. Pistirma rejalangan joyga Bizantiya qo'shini kelishi bilan pistirmadagi qo'shin tezlik bilan Rim qo'shinini o'ng va chap qanotini ortidan hujum qiladi. Bu vaziyatda tartibi buzilgan Bizantiya qo'shinlari tarqalib chekina boshlaydi. Bu halqa ichida hattoki Bizantiya imperatori Roman 4-Diogen ham bor edi. Bu jangdan keyin turklar Anadolu ishlariga kirib borishgan. Bunga esa ortiq zaiflagan Bizantiya qattiq qarshilik ko'rsata olmagan.